Assalomu alaykum barchaga yurtdoshlar, tomoshabinlari, Jizzax Begons kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa bizni kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz oldingi safar bitta zo'r aksiya qilgandik. Hozir kuz fasli Begons biznesini boshlashning ayni vaqti. Shu sababdan o'tgan safarga aksiyaga ulgurmay qolgan aka-ukalarimiz uchun mana xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. 200 taga yaqin kartinka yaxshilar taxlaganmiz, cho'lchenlar chiqaryapmiz, cho'lchenlar ko'chiryapmiz. Xudo xolasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana pastda nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Aksiyamiz shundan iboratki, 1+1 aksiyasi 1 kvadrat cho'lchen olasiz, 1 kvadrati bonusga qo'shib beriladi. Xudo xolasa dastavkasi ichida O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Kelishilgan holda ko'proq olsangiz, O'zbekiston bo'ylab tekin dastavkasi, kamroq bo'ladigan bo'lsa, dastavkasini kelishamiz xudo xolasa. Hozir sizlarga aksiyaga qo'yilgan cho'lchenlar haqida bitta ma'lumot berib o'taman. Kuz faslida Begons biznesini boshlab qo'ygan eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Bahorda, kuzda. Chunki hozirgi vaqtda kunlar endi salqinlashib boshlayapti. Kimda uydan chiqqan, mana shunaqa moldan chiqqan go'ngi bo'ladigan bo'lsa, bekorga birovga berib olishdan ko'ra shu biznesni boshlab qo'ysa, xudo xolasa shu go'ngdan ham sopqa qilsa bo'ladi. Hozir sizlarga cho'lchenlar haqida bitta ko'rsatib o'tamiz. Bizga kanalga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Biz videoni boshladik. Do'stlar, mana ko'rib turganingiz hammasi mana shunday kartinka yaxshi qo'yilgan bu tomoniga. Adashmasam shu 200 taga yaqin kartinka yaxshi qo'yilgan. Hozir bu yaxshilarda cho'lchenlar mana uji ustlari ham chiqib ketib boshlagan. 100% holatda zishlik zo'r bo'lib chiqqan kartinkaga mana. Bu zishlik xudo xolasa zo'r, tuxumlari ham bormaydi, juda ko'p mana. 70-80% holatda cho'lchen chiqqan. Mana biz bitta yangi joy tayyorlayapmiz. Xudo xolasa bu yerdagi Begonslarni ko'chirib oldik, elab oldik. Mana qaytadan bitta yangi joy tayyorladik. Xudo xolasa bunga cho'lchenlarni tashlaymiz. Aytib o'tganimdek, mana 1+1 aksiyasi ikkita banan korobkada 1 kvadrat hisobida, 1 kvadrat yana bonus hisobida olib boriladi. Ya'ni 1 kvadrat pulga 2 kvadrat cho'lchen olsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Begons elab qaytadan bugun joy qildik. Mana bu yerda davofga ishlar olib borilyapti. Xudo xolasa 100% holatda bu beraktordagi Begonslarimizdagi cho'lchenlari ham tayyor bo'lgan. Hozir davofga ishlar olib borilyapti mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonlarga ham xuddi shunday. Mana usti ochib turganlarga davofga qilindi. Xudo xolasa bularga ham davofga qilinadi. Bu yerdagi cho'lchenlar ham zishligi 100% holatda tayyor bo'lgan. Mana ko'rsataman xudo xolasa. Mana Begons ham tayyor. Gramna holatiga kelgan cho'lchenlar ham mana ko'rishingiz mumkin. Oziqasi kamaygan, o'shaning uchun mana cho'lchenlar yuzza qismida. Bunga xudo xolasa bitta davofga qilamiz, to'rdagini cho'lchenlarni ajratganimizdan keyin elaymiz. Begonslar xudo xolasa qilamiz. Mana hozir bu yerga cho'lchen tashladik. Ikkitasi ko'rinishi mumkin mana. Ko'rinayotgan bo'lsa, cho'lchenlarni tashladik bunga. Xudo xolasa bularga davofga qilinyapti. Kimga qiziq bo'lsa, bizni shu aksiyamizdan foydalanib, Begons biznesini boshlab qo'yishni tavsiya beraman. Ular hammasi zishlik bir xil. Yuqori ko'rishingiz mumkin mana. Bular davofga kelib qolgan o'sha, xudo xolasa davofga qilyapmiz mana. Zishlar hammasi zo'r. Hammasi cho'lchenlar aktiv holatda. Kimga qiziq bo'lsa, pastdan nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz xudo xolasa.